Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda So'lde Hangugo 2B kitobining 11-mavzu birinchi grammatikasini ko'rib chiqamiz. Ushbu grammatika se pulkuychik. Ya'ni mana bu se koreysada shiot deb talaffuz qilinadi mana. Shiot. Ya'ni buni tarjimasi se harfi degani. Endi pulkuychik degani bu qoidaga tushmaydigan. Ya'ni o'sha se negizi bilan tugaydigan noto'g'ri so'zlar bor. Ularga ulli bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilsa, se harfi tushib qoladi. Shuni o'rganamiz. Bu yerda nazariy qismda aytayaptiki, ogan, kitim chore pachim, shi oshi, moim omi apeso tallak handa. Ya'ni ogan degani bu yerda hop asos qismining oxirgi undoshi. Ya'ni har qanday so'zni oladigan bo'lsak, deylik natta degani mana yaxshi, natta. Natta bu yaxshi degani. Shunda mana bu ta qo'shimcha, bu qo'shimcha, buni olib tashlasangiz sizda nat qoladi. Shunda asos qism mana shu. Asos qism. O'sha pastdagi undosh se harfi. O'sha narsa ogan bo'ladi. Kit imjore pachim shi oshi mo'um omi apeso tallak handa. Ya'ni o'sha se harfi ulli bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilganda, ya'ni ulli oldida kelsa, ullini oldida kelsa, o'sha se harfi tushib qolar ekan. Se yo'qoladi. Shuni o'rganamiz. Va shiot pulkuychik yongonenin natta, chitta, putta, chotta, tingi itta. Bu yerda mana bu yongon degani bu fe'l yoki sifat ma'nosida keladi. Fe'l yoki sifat. Ya'ni shunaqa so'zlar bor. Pachchim, ya'ni oxirgi undoshi se bilan tugab qoladi. Se pulkuychik fe'l va sifatlarga natta, chitta, putta, chotta va shu kabi so'zlar bor deyapti. Bu yerda endi shu so'zlarning tarjimasini aytib ketaman. Natta degani bu yaxshilanmoq, tuzalmoq yoki shunchaki yaxshi. Chitta degani qurmoq, ya'ni uy qurmoq. Putta degani ishmoq, ko'karmoq, ya'ni ko'zishmoq yoki ko'karmoq. Chotta degani bu aralashtirmoq. Shunaqa so'zlar bor. Bularning qoidasini mana bu yerda tushuntiraman. Bizda se negizli bo'ladigan bo'lsa, misol ikkitasini ko'rsataman mana, natta va chitta. Ularning ikkitasini ham tasni olib tashlaymiz. Nima qoladi? Nat va chit qoladi. Nima qilish kerak desa mana. Birinchi navbatda o'sha ta'ni olib tashladik, ikkinchi navbatda endi se harfi tushib qoladi. Seni tushirib qoldirsak, bunda na qoladi, bunda chi qoladi. O'shanda se tushib qolgan holatda oxirgi harfi mana yotiq o yoki a bo'lsa, davomiga a yo qo'shiladi. Demak, birinchisiga a yo qo'shamiz. Bu qisqartirilmagan holatda qo'shiladi. Ikkinchisi yotiq o yoki a bo'lmagani uchun o yo qo'shamiz. Xo'p, natta na a yo, chitta chi o yo bo'ladi. Ya'ni natta yaxshi degani, na a yo degani ham yaxshi. Ya'ni sifatlarda tarjima o'zgarmaydi. Chitta qurmoq, chi o yo quraman, qurilyapti ma'nolarida keladi. Bu ikkitasi esa mana pu o yo va cho o yo shaklida bo'ladi. Xo'p, yaxshi tushundingizga umiddaman. Endi mana shu jadvalni ko'radigan bo'lsak, bizda asosiy noto'g'ri fe'llar mana shular, mana natta yaxshi, chitta qurmoq, putta ishmoq, ko'karmoq, chotta aralashtirmoq. Ularga mana hozirgi zamon grammatikasi qo'shilsa, mana bularning boshi ulli, a harfi, o harfi. Shunda hozir biz o'rgangan narsa kelib chiqadi. Natta na ayo, chi oyo, pu oyo va cho oyo. Endi mana bu rasmiy hurmat grammatikalari qo'shilsa, bularni shunchaki ta qismi olib tashlanib, oxiri undosh bo'lgani uchun hammasiga simnida qo'shiladi mana. Nas simnida, chis simnida, pus simnida va chos simnida shaklda bo'ladi. Tarjimasi bir xil hozirgi zamon shaklda. Va bu yoqda yana ulli bilan boshlanuvchi inikka grammatikasi bor. Inikka bu ligi uchun sababli. Ligi uchun sababli grammatikasi. Bu yerda ham ana ulli bilan boshlanuvchi grammatika bo'lgani uchun se harfi tushib qolib, mana bu yerda se bor edi. O'sha se harflari tushib qolib, davomiga inikka qo'shiladi. Shunda na inikka yaxshi bo'lgani uchun yoki tuzalgani uchun ma'nosida ham keladi. Chi inikka qurilgani uchun, pu inikka shishgani uchun, shishgani sababli, cho inikka aralashtirilganligi sababli. Se harfi tushib qolib, davomiga inikka qo'shiladi. Shuni esdan chiqarmasligingiz kerak. Endi aso osoda ham xuddi shu holat. Ya'ni bular ulli bilan boshlanyapti. Hozirgi zamonda ayo oyo edi. Bunda endi aso oso. Na aso yaxshiligi uchun, yaxshi bo'lib, chi oso qurib yoki qurgani uchun,
puoso shishib yoki shishgani uchun, chooso aralashtirib yoki aralashtirgani uchun ma'nosida keladi. Asoosoni ikkita tarjimasi bor. Birinchisi ib, ikkinchisi ligi uchun sababli grammatikasi edi. Va mana bu ne in, nin de grammatikalari. Xo'p, buni biz 2a da ko'rib chiqqanmiz. 2b da ham keladi adashmasam. Ya'ni edi, gandi, uyu lekin, ligi sababli yoki tarjima qilmasa ham bo'ladigan grammatika edi. Mana bunda endi undosh sifatida qaralib, undosh sifatida bular fe'l ekan. Nimaki fe'lga ninde qo'shilardi-da. Nanninde, chinninde, punninde, chonninde shaklda bo'lar ekan. Endi holatga qarab hozir aytgan tarjimalarimni birortasini ishlatasiz. Mana bu yerda endi misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, qarang. Kamgi yagil mogoninde, kamgiga anna ayo. Shamollash dorisini ichgan edim. Shamollashim anna ayo tuzalmadi yoki yaxshilanmayapti. Natta tuzalmoq, yaxshilanmoq ma'nosida keladi. Anna ayo tuzalmayapti, yaxshilanmayapti. Ikkinchisi akirashi irimin nuga chi ossoyo. Shu joyda lug'at bor. Irimil chitta degani bu ism qo'ymoq. Hop, irimil chitta. Mana chista yoziladi, o'qilishi chitta. Ism qo'ymoq. Ya'ni birovni ismini qo'ymoq. Shunda o'tgan zamonda chi ossoyo bo'lyapti. Akira ning ismini kim qo'ygan? Ya'ni sizning ismingizni kim qo'ygan? Xo'p, keyingisi mogi mani pu ossoyo. Mok degani tomoq. Yoki bo'yin ma'nosida ham keladi. Bu yerda tomoq. Tomog'im juda ham yoki qattiq shishib ketdi ma'nosida keladi. Pu ossoyo o'tgan zamonda. Va to'rtinchisi soltangil no ossinikka chal chooso tiseyo. Soltang degani shakar, noxta degani solmoq. Mana ossinikka shakar solinganligi sababli chal chooso yaxshilab aralashtirib tiseyo iching ma'nosida keladi. Yoki yeng ma'nosida ham keladi. Va davomida mana shu qismi bor. Bizda ikkita lug'at bor. Mana utta degani bu kulmoq, shitta degani yuvmoq, ya'ni qo'lga nisbatan kulmoq va yuvmoq. Tingin kyuchik yong onimiro shiot pulkyuchik havaryongil haji anında. Ya'ni bizda to'g'ri fe'llar bor ekan. Ya'ni shu utta bilan shitta qoidali fe'l va sifat bo'lganligi uchun se pulguchik qoidasiga amal qilinmaydi deyapti. Ya'ni shunchaki bularni mana utta kulmoq, shitta hop yuvmoq. Bularni hozirgi zamonda mana u soyo shaklida bo'ladi. Nimaga? Tan olib tashlasangiz, Xo'p, tan olib desangiz ut qismi qoladi, pastda undosh. Ya'ni bular to'g'ri fe'l bo'lgani uchun undoshdan oldingi ulliga qaraysiz. Ulli u harfimi, demak davomiga oyo. Ikkinchisi ham xuddi shu qolibdi, ya'ni shitta shisoyo shaklida bo'ladi. Ya'ni yuvaman ma'nosida keladi. Xo'p, nomu usoso pega apayo. Nomu degani juda yoki qattiq. Usoso kulganim uchun, ya'ni juda ham ko'p kulganim uchun yoki qattiq kulganim uchun pega apayo qornim og'riyapti. Ikkinchisi chonin chibe tochak hamyon paro sonil shisoyo. Men uyga yetib borsam darhol qo'limni yuvaman ma'nosida kelyapti. Xo'p, shu joyda grammatikamiz tugabdi. Grammatikani yaxshi tushundingiz degan umiddaman.